Alaykum, men Rajab Abdushodbek. Python dasturlashda shart operatorlarini tushuntirib beraman. Shart operatorlari nima uchun muhim? Dasturlashda shartli operatorlar dasturlarning qanday ishlashini nazorat qilish uchun juda muhimdir. Ular dasturga ma'lum shartlarga asoslanib turli harakatlarni bajarishga imkon beradi. Bu esa kodni moslash uchun va dinamik qiladi. Mantiqiy qarorlar shartlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Oqimni bilib boshqarish kodning bajarish tartibini o'zgartiradi. Moslashuvchanlik turli holatlarga moslashuvchan kod yozishni ta'minlaydi. If bayonoti asosiy shart tekshiruv hisoblanadi. If bayonoti Pythondagi eng asosiy shartli operatordir. U ma'lum bir shart rost bo'lsa, kodni blokini bajaradi. Agar shart yolg'on bo'lsa, kod blokni o'tkazib yuboriladi. Masalan, misol bilan ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu misolda 18 yoshdan katta yoki teng bo'lsa, bu misolga 18 yoshdan katta bo'lsa, xabar chop etiladi. 18 yoshdan kichkina bo'lsa, chop etilmaydi. Else bayonoti shart bajarilmaganda. Else bayonoti if bayonoti bilan birgalikda ishlatiladi. Agar if sharti yolg'on bo'lsa, else blok ichidagi kod bajariladi. Bu ikki tomonlama tanlovni amalga oshirishga yordam beradi. Masalan, misolga qarayotgan bo'lsak, harorat teng 25, if harorat katta 30 dan, print javobi chiqsa havo juda issiq, else print havo unchalik issiq emas. Agar harorat 30 dan yuqori bo'lsa, havo unchalik issiq emas, xabari chop etiladi. 30 dan kichik esa chop etilmaydi. Elif bayonoti ko'p shartli tekshiruvlar. Elif bayonoti bir nechta shartli tekshiruv uchun ishlatiladi. Agar birinchi if sharti yolg'on bo'lsa, keyingi elif sharti tekshiriladi va hokazo. Shu murakkabroq qaror qabul qilish tizimlarini yaratishga imkon beradi. Masalan, misol bilan qarayotgan bo'lsak, baho 85, if baho katta yoki teng 90, print yaxshi bo'ladi. Elif baho esa katta yoki teng 70 bo'lsa, print qoniqarsiz javob hosil bo'ladi. Print a'lo elif baho katta yoki teng 80 bo'lsa, print qoniqarli javobi kelib chiqadi. Bu misolda baho 85 dan 85 bo'lganligi sababli yaxshi chop etiladi. Amaliy misollar yashashdan shartli operatorlarni qo'llash. Shartli operatorlar real hayotiy ssenariylarda juda ko'p qo'llaniladi. Agar ular dasturga intellektual va aqlli xatti-harakatlarni beradi. Login tizimi foydalanuvchi nomi va parolni tekshiradi. Masalan, misol bilan qarayotgan bo'lsak, foydalanuvchi ismi teng admin, parol 123 if foydalanuvchi ismi, ikki marta teng admin parol teng parol 123. Print xush kelibsiz, else print foydalanuvchi nomi yoki parol noto'g'ri degan javob kelib chiqadi. Mantiqiy operatorlar and or not bilan shartlarni birlashtirish. Mantiqiy operatorlar bir necha shartlarni bir bayonotda birlashtirish imkonini beradi. Ular yanada murakkab mantiqiy ifodalarni yaratish muhimdir. And ikkala shart ham rost bo'lsa, natija rost bo'ladi. Or kamida bitta shart rost bo'lsa, natija rost bo'ladi. Not shartning qiymatini teskari qiladi, rostni yolg'onga, yolg'onni rostga aylantiradi. Masalan, misol bilan qarayotgan bo'lsak, yosh 25, daromadi 3000. If yosh katta 20 dan, and daromad katta 2500, print javobi esa siz kredit olish huquqiga egasiz degan javob kelib chiqadi. Ichki shartlari, shartli operatorlar murakkab mantiqni yaratish. Ichki shart operatorlari bir if yoki elif else blokni ichidagi boshqa shartni bayonotlarni joylashtirishga anglatadi. Bu juda murakkab qaror qabul qilish mantiqini qurishga imkon beradi, ammo kodni tushunarli qilish uchun ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, foydalanuvchi turi admin aktiv, true if foydalanuvchi turi teng admin if aktiv javobi esa administrator hisobi faol emas. Else foydalanuvchi paneli. Print administrator paneli degan javob kelib chiqadi. Xatolardan qochish tez-tez uchraydigan xatolar va ularni tuzatish. Shartli operatorlar bilan ishlashda ba'zi umumiy xatolar mavjud. Ularni bilish kodni samaraliroq yozishga yordam beradi. Indentatsiya holari. Python indentatsiya sezgi kod bloklari to'g'ri joylashtirilgan bo'lishi kerak. Aks holda indentator error xatosi yuzaga keladi. Tenglik va tayinlash. Tenglikni tekshirish uchun ikki marta teng ishlatiladi. Tayinlash uchun esa bir marta. Ularni aralashtirmaslik zarur. Mantiqiy xatolar.
Shartlarni noto'g'ri formulalash kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin. Har doim mantiqiy diqqat bilan tekshiriladi. Shu bilan xulosaga keladigan bo'lsak, Pythondagi shart operatorlari har qanday dasturchi uchun asosiy vositadir. Ular dasturga mantiqiy qarorlar qabul qilish va turli vaziyatlarga moslashish imkonini beradi. Muhim elementlar: if, else, elif dan samarali foydalanish, and or not mantiqiy operatorlar bilan murakkab shartlarni yaratish, intonatsiyaga e'tibor berish va umumiy xatolardan qochish. Endi siz Pythondagi shart operatorlarini asosiy tushunganingizdan so'ng, ularni o'z ohangingizga qo'llashni va mashq qiling va undan murakkab mantiqiy tizimlarni o'rganing degan xulosani berishga tilakdoshman.